Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 30 avgust sanasini o'tkazib yubormang. Bu sana cashback oladiganlar, pensiya va nafaqa masalasida hujjat topshiradiganlar. Kommunal to'lovlarni vaqtida yopish kerak bo'lganlar uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda aytaman. Nimalarni tekshirish kerak, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Qayerga murojaat qilinadi va qanday xatolar odamlarni puldan, imtiyozdan yoki xizmatdan mahrum qilib qo'yadi. Agar siz do'kondan xarid qilib chek olsangiz, pensiya yoki nafaqa olsangiz, uy joyingizda gaz, elektr, suv, issiqlik yoki chiqindi to'lovlari bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bittagina e'tiborsizlik keyin ortiqcha yugur, penga qarzdorlik yoki cashbackni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men shunday amaliy va kerakli ma'lumotlarni oddiy odam tushunadigan tilda yetkazib boraman. Al ko'pchilik nima xarid qilardi, chekni olardi yoki umuman olmasdi. Keyin cashback bo'lsa ham keyinroq ko'raman deb yurardi. Pensiya bo'yicha ham ko'pchilik faqat pul tushmasa yoki kamayib qolsa, shundan keyin sababini surishtirardi. Kommunal to'lovlarda esa odamlar oy oxirida yoki maosh tushganda to'layman deb yurar. Natijada qarzdorlik yig'ilib ketardi. Eng katta muammo shunda, ko'p hollarda tizim sizni kutib turmaydi. Muddat o'tdimi, ariza kechikdimi? Hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmadimi? Chek ro'yxatdan o'tmadimi? Keyin uni tiklash qiyinlashadi. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamli bo'lib ketdi. Soliq cheklarini ilova orqali skaner qilish, cashbackni hisobga olish. Pensiya va nafaqalar bo'yicha ma'lumotlarni elektron bazadan tekshirish, kommunal to'lovlarni mobil ilovalar orqali yopish mumkin. Bu qulay, lekin bitta nozik joyi bor. Raqamli tizimlarda sana va muddat juda katta ahamiyatga ega. Siz men bilmagandim desangiz ham tizim avtomatik ishlaydi. Shuning uchun 30 avgustgacha nima qilish kerakligini oldindan bilish va tekshirib qo'yish eng to'g'ri yo'l. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamda hamma narsa joyida bo'ladi, lekin bitta chek skaner qilinmay qoladi. Bitta kommunal ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi, bitta pensiya hujjati vaqtida yangilanmaydi. Natijada odam o'z haqini olish uchun ortiqcha vaqt sarflaydi. Ba'zan esa pulni qaytarib olishning imkoni bo'lmaydi yoki bir necha oy kutishga to'g'ri keladi. Birinchi masala cashback. Agar siz xarid qilsangiz va fiskal chek olsangiz, ayrim holatlarda cashback hisoblanishi mumkin. Buning uchun odatda chek haqiqiy bo'lishi, unda QR kod yoki fiskal belgi bo'lishi, chek belgilangan ilova orqali ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam chekni oladi, cho'ntagiga soladi, keyin unutadi. Oradan vaqt o'tadi, chek yirtiladi, QR kod o'qilmay qoladi yoki muddat o'tib ketadi. Masalan, siz 2 avgust kuni oilangiz uchun oziq-ovqat xarid qildingiz. Xarid summasi 850 ming so'm bo'ldi. Siz kassadan chek oldingiz, lekin ilovaga kiritmadingiz. 30 avgust yaqinlashganda tekshirsangiz, shu chek cashbackka kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar qoidalarda belgilangan muddat o'tib ketgan bo'lsa, siz keyin men haqiqatan xarid qilganman deb aytsangiz ham tizim uni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, chekni do'kondan chiqqan zahoti yoki uyga borgach darhol skaner qiling. Yana bir misol. Odam qurilish mollari do'konidan 3 million so'mlik mahsulot oldi. Kassir chek kerakmi deb so'radi. Xaridor kerak emas dedi. Mana shu joyda odam o'z qo'li bilan cashback, kafolat va huquqiy himoyadan voz kechgan bo'ladi. Ertaga mahsulot sifatsiz chiqsa, sizda dalil bo'lmaydi. Cashback bo'yicha ham hech narsa talab qila olmaysiz. Shuning uchun har doim chek talab qiling. Chek berish sotuvchining majburiyati, xaridorning esa huquqi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, avgust oyida katta xarid qilganlar. Maishiy texnika, telefon, mebel, qurilish mollari, kiyim-kechak, dori-darmon yoki maktab bozori uchun xarid qilganlar. Ikkinchidan, cheklarni yig'ib qo'ygan, lekin hali ilovaga kiritmaganlar. Uchinchidan, ilovada kutilmoqda, rad etildi, tekshiruvda degan holatlarni ko'rib, sababini aniqlamaganlar. To'rtinchidan, bir chekni bir necha marta skaner qilib, lekin natijasini tekshirmaganlar. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz barcha cheklarni vaqtida skaner qilgan bo'lsangiz, ilovada ular qabul qilingan bo'lsa, telefon raqamingiz va karta ma'lumotlaringiz to'g'ri ulangan bo'lsa, siz shunchaki nazorat qilib qo'ysangiz yetarli. Lekin baribir 30 avgustdan oldin ilovaga kirib, hisoblangan summa, rad etilgan cheklar va shaxsiy ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi.
bank kartasi almashtirilgan bo'ladi yoki ilovada eski raqam qolgan bo'ladi. Cashbackdagi nozik jihatlardan biri hamma xarid ham cashback bermasligi mumkin. Ayrim tovarlar yoki xizmatlar istisno bo'lishi mumkin. Ayrim chek turlari tizimda tan olinmasligi mumkin. Ayrim sotuvchilar noto'g'ri fiskal chek chiqarishi mumkin. Shuning uchun siz faqat summa katta bo'lganiga qarab xulosa qilmang. Ilovada aynan qabul qilindi yoki hisoblandi degan holatni ko'rmaguningizcha bu pul kafolatlangan deb o'ylamang. Ikkinchi katta masala pensiya va nafaqalar. Pensiya masalasida eng og'riqli nuqta hujjatlarning to'liqligi. Ma'lumotlarning bazalarda to'g'ri aks etgani va shaxsiy holat o'zgarganda vaqtida xabar berishdir. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Odam pensiya yoshiga yetadi, lekin mehnat staji bo'yicha ayrim yillar bazada ko'rinmaydi. Yoki arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Yoki familiya o'zgargan, pasport yangilangan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Agar 30 avgustgacha sizda pensiya tayinlash, qayta hisoblash, ustama, nafaqa yoki ijtimoiy yordam bo'yicha biror ish bo'lsa kechiktirmang. Masalan, bir ayol 55 yoki 60 yoshga yaqinlashib pensiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. U hali vaqt bor deb yuradi. Keyin hujjat topshirganda ma'lum bo'ladiki, 1998 yildan 2003 yilgacha ishlagan joyi yopilib ketgan. Arxivdan ma'lumot kerak. Arxiv esa bir kunda javob bermaydi. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi. Agar u oldindan tekshirganda bu muammo ancha oson hal bo'lardi. Yana bir misol. Ota pensiya oladi, lekin bank kartasi muddati tugagan. Pul tushmay qoladi yoki yechib olishda muammo bo'ladi. Oila esa pensiyani kamaytirishdi, to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo karta yoki identifikatsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya oluvchilar uchun eng oddiy qoida. Karta muddati, telefon raqami, bankdagi ma'lumotlar. Yashash manzili va pasport ma'lumotlarini tekshirib turing. Nafaqa va ijtimoiy yordam masalasida ham shunday. Oilaning tarkibi o'zgarsa, farzand tug'ilsa, kimdir ishga kirsa, kimdir ishdan chiqsa, daromad o'zgarsa. Ayrim hollarda bu ma'lumotlar nafaqa hisobiga ta'sir qiladi. Odam men aytmasam ham bo'laveradi deb o'ylashi mumkin. Lekin keyinchalik ortiqcha to'langan summa qaytarilishi, talab qilinishi yoki nafaqa to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun men har doim qonuniy va toza yo'lni tavsiya qilaman. Ma'lumot o'zgardimi? Mas'ul tashkilotga xabar bering. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Pensiya yoshiga yaqinlashganlar, yangi pensiya rasmiylashtirayotganlar, pensiyasi kamaygan yoki tushmay qolganlar, boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'yicha ariza topshirganlar. Shuningdek, familiyasi, pasporti, yashash joyi yoki bank kartasi o'zgarganlar ham tekshirishi kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Pensiyasi muntazam tushayotgan, ma'lumotlari o'zgarmagan, kartasi ishlayotgan va avvalgi hujjatlari bo'yicha muammo bo'lmaganlar. Lekin ular ham kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlarini ko'zdan kechirsa foydadan xoli bo'lmaydi. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, ichimlik suvi, issiqlik, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha eng ko'p muammo qarzdorlik. Noto'g'ri ko'rsatkich, eski hisoblagich, o'z vaqtida kiritilmagan to'lov va begona qarz bilan bog'liq bo'ladi. 30 avgustgacha kommunal hisoblaringizni bir marta to'liq tekshirib chiqing. Chunki oy oxiri yaqinlashganda tizimlarda hisob-kitob yangilanadi, qarzdorlik ko'rinadi, ayrim xizmatlar bo'yicha cheklov yoki ogohlantirish kelishi mumkin. Masalan, siz elektr uchun har oy 200 ming so'm atrofida to'laysiz. Lekin bir oy hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritildi yoki avtomatik hisob noto'g'ri shakllandi. Natijada hisobingizda 20 million so'm qarz paydo bo'ldi. Siz uni ko'rmay yuraversangiz, keyin to'lov qilmoqchi bo'lganingizda katta summa chiqadi. Agar vaqtida murojaat qilsangiz, suratga olingan hisoblagich ko'rsatkichi, avvalgi to'lov kvitansiyalari va shaxsiy hisob raqami orqali masalani aniqlashtirish mumkin. Gaz bo'yicha ham shunday holatlar ko'p uchraydi. Ayniqsa xonadonda yashovchi odamlar soni o'zgargan bo'lsa, hisoblagich almashtirilgan bo'lsa, plomba bilan bog'liq masala bo'lsa yoki uzoq vaqt ko'rsatkich kiritilmagan bo'lsa, qarzdorlik noto'g'ri shakllanishi mumkin. Suv bo'yicha esa ba'zan eski qarz yangi egaga o'tib qolgandek ko'rinadi. Masalan, odam uy sotib oladi, keyin ma'lum bo'ladiki, avvalgi egadan suv yoki chiqindi bo'yicha qarz qolgan. Shuning uchun uy sotib olayotganda hamma kommunal tashkilotlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish juda muhim. Kommunalda yana bir nozik joy, to'lov qilganingiz bilan tizimda darhol aks etmasligi. Siz mobil ilova orqali 500 ming so'm to'ladingiz, pul kartadan yechildi, lekin kommunal kabinetda hali qarz turibdi.
Bunday holatda vahima qilmaslik kerak, lekin chekni saqlash shart. To'lov kvitantsiyasi, tranzaksiya raqami, sana, summa va xizmat turi sizning dalilingiz bo'ladi. Agar 24 yoki 48 soat ichida aks etmasa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki to'lov tizimi qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Kimlar xavotir olish kerak? Kommunal qarzi borlar, oylar davomida ko'rsatkich kiritmaganlar, hisoblagichi eski bo'lganlar, yaqinda uy sotib olgan yoki ijaraga berganlar, to'lov qilgan bo'lsa ham tizimda qarz ko'rinayotganlar, telefoniga ogohlantirish kelganlar. Kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Har oy vaqtida to'lov qiladigan, kvitansiyalarni saqlaydigan, hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam tekshiradigan va shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlari to'g'ri bo'lganlar. Lekin men ularga ham 30 avgustgacha bitta umumiy tekshiruv qilishni maslahat beraman. Endi eng muhim tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi tuzoq, menga SMS kelmadi, demak muammo yo'q degan fikr. Bu noto'g'ri. SMS kelmasligi telefon raqami noto'g'rilanganini, tizimda xatolik bo'lganini yoki siz bildirishnomani o'chirib qo'yganingizni ham anglatishi mumkin. Muammo yo'qligini faqat shaxsiy kabinet, rasmiy ilova yoki mas'ul tashkilot orqali tekshirib bilasiz. Ikkinchi tuzoq, qo'shnim shunday qildi, men ham shunday qilaman degan yondashuv. Keshbekda ham, pensiyada ham, kommunalda ham har bir odamning holati alohida. Qo'shningizning cheki qabul qilingan bo'lishi mumkin, sizniki esa rad etilishi mumkin. Qo'shningizning pensiya staji bazada to'liq ko'rgan bo'lishi mumkin, sizning arxiv ma'lumotingiz yetishmasligi mumkin. Qo'shningizning kommunal hisobida qarz yo'q, sizning hisobingizda eski qoldiq bo'lishi mumkin. Uchinchi tuzoq, hujjat va cheklarni tashlab yuborish. Men hech bo'lmaganda muhim to'lovlar bo'yicha cheklarni telefoningizga suratga olib qo'yishni maslahat beraman. Qog'oz chek o'chib ketadi, yirtiladi, yo'qoladi. Telefoningizdagi surat esa keyin dalil bo'lishi mumkin. Ayniqsa kommunal to'lovlar, katta xaridlar, bank orqali to'lovlar, ariza topshirilganligi haqidagi kvitansiyalarni saqlang. To'rtinchi tuzoq, norasmiy odamlarga ishonish. Men keshbekni chiqarib beraman, pensiyangizni oshirib beraman, kommunal qarzni o'chirib beraman degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy tartibdan tashqari va'da berayotgan odam pulingizni olib, yo'qolib qolishi mumkin. Pensiya va nafaqa qonuniy hujjatlar asosida belgilanadi. Kommunal qarz esa shaxsiy hisob va to'lovlar asosida aniqlanadi. Hech kim sizga serli yo'l bilan hammasini hol qilib bera olmaydi. Agar kimdir shunday desa, undan rasmiy asos, ariza raqami, tashkilot nomi va yozma javob talab qiling. 5-nozik jihat, muddatning oxirgi kuniga qoldirish. 30 avgust muhim bo'lsa, siz 30 avgust kuni kechqurun ilovaga kiraman deb o'ylamang. Internet ishlamay qolishi mumkin. Ilova yangilanishi mumkin. Bank to'lov kechikishi mumkin. Tashkilot ish vaqti tugagan bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, kamida bir necha kun oldin tekshirib qo'yish. Agar muammo chiqsa, uni hal qilishga vaqt qoladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, keshbek bo'yicha barcha cheklaringizni yig'ing. Avgust oyida qilgan xaridlaringizni eslang. Oziq-ovqat, dori kiyim, maktab bozori, texnika, qurilish mollari, xizmatlar hammasini ko'rib chiqing. Chekdagi QR kod o'qilayotganini tekshiring. Rasmiy soliq ilovasiga kiring. Cheklar qabul qilinganmi, rad etilganmi, kutilyaptimi? Hammasini ko'ring. Agar rad etilgan bo'lsa, sababini o'qing. Agar sotuvchi chek bermagan bo'lsa, kelgusida bunday joydan xarid qilganda chekni talab qiling. Ikkinchi qadam, pensiya yoki nafaqa bo'yicha shaxsiy holatingizni tekshiring. Agar siz pensiya olsangiz, pul tushgan sanani, summani, bank kartasi muddatini va SMS xabarnomalarini ko'ring. Agar pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, pasport, JSHR, diplom, harbiy xizmat yoki bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar kabi kerakli ma'lumotlarni oldindan tartibga keltiring. Agar nafaqa yoki moddiy yordam bo'yicha ariza bergan bo'lsangiz, arizangiz holatini tekshiring. Tuman pensiya bo'limi, mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali rasmiy ma'lumot oling. Uchinchi qadam, kommunal hisoblaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Har biriga alohida kiring. Qarzdorlik bormi? Ortiqcha to'lov bormi? Oxirgi to'lov qachon tushgan? Hisoblagich ko'rsatkich to'g'rimi? Tekshiring. Hisoblagichlarni suratga oling. Suratga sana ko'rinadigan qilib olishning iloji bo'lsa, yanada yaxshi. Agar katta farq ko'rsangiz, darhol murojaat qiling. 4-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga jamlang. Qog'oz papka bo'lsa ham bo'ladi. Telefonda
alohida papka bo'lsa ham bo'ladi. Unda pasport nusxasi, kadastr hujjati, kommunal shaxsiy hisob raqamlari, to'lov cheklari, bank kvitansiyalari, pensiya va nafaqa bo'yicha arizalar, xarid cheklari bo'lsin. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda sizni ko'p vaqt va asabdan qutqaradi. 5-qadam, agar xatolik topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Murojaat qilganda ariza yozing yoki elektron murojaat yuboring. Arizada ismingiz, telefon raqamingiz, shaxsiy hisob raqamingiz, muammo mazmuni, sana, summa va talabingizni aniq yozing. Masalan, 2024 yil avgust oyi uchun elektr energiyasi bo'yicha hisobimda 1.200 ming so'm qarzdorlik ko'rsatilgan. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi va to'lovlarimga ko'ra bunday qarz bo'lmasligi kerak. Hisob kitobni qayta tekshirishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz murojaatingiz aniq bo'ladi. 6-qadam, telefoningizdagi rasmiy ilovalarni yangilab qo'ying. Ba'zan odam ilova ishlamayapti deb o'ylaydi. Aslida eski versiya bo'ladi. Login parolni eslab qo'ying. Telefon raqamingiz faol bo'lsin, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsin. Agar ota-onangiz yoki yoshi katta qarindoshingiz telefon ishlatishni yaxshi bilmasa, ularga yordam bering. Ayniqsa pensiya oluvchilarning kartasi, kommunal hisoblari va SMS xabarnomalarini birga tekshirib qo'yish juda savobli va foydali ish. 7-qadam, oxirgi kunga qoldirmang. Bugun ko'rgan bo'lsangiz, bugun kamida 3 ta narsani qiling. Cashback ilovasini tekshiring. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha ma'lumotlaringizni ko'ring. Kommunal qarzingiz bor yo'qligini aniqlang. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar muammo chiqsa, uni 30 avgustgacha hal qilish imkoningiz bo'ladi. Bugun gapning mazmuni shuki, 30 avgustni shunchaki oddiy sana deb qabul qilmang. Cashback bo'yicha cheklaringizni tekshiring. Pensiya va nafaqa bo'yicha hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kommunal to'lovlar va hisoblagich ko'rsatkichlarini ko'zdan kechiring. Eng katta xato keyin qilaman deb yurish. Keyin muddat o'tadi, tizim yopiladi. Qarz chiqadi yoki pulingizni olish kechikadi. Men sizga ekspert sifatida eng to'g'ri maslahatni beraman. Hamma narsani rasmiy manbalardan tekshiring. Chek va hujjatlarni saqlang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling va oxirgi kungacha kutmang. Agar sizda cashback, pensiya yoki kommunal bo'yicha savol bo'lsa, izohlarni yozib qoldiring. Qaysi muammo sizda uchrayapti? Chek qabul qilinmadimi? Pensiya kechikdimi? Kommunalda noto'g'ri qarz chiqdimi? Yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan masalalarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa ota-onangiz. Pensiya oladigan qarindoshlaringiz va kommunal to'lovlarni o'zi qiladigan tanishlaringiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim sanalar va amaliy maslahatlarni o'tkazib yubormaslik kerak.